55 ming pulga qahvaxona o'tkazib berildi ko'pchilik. Qashqar shahri Qashqar mehmonxonasining oldida joylashgan, uning dadini 90 joylashgan, yillik ijarasi 25 ming o'ynab o'tgan 120 kvadratmetrlik yani 7. ijarasi to'laylik bütün eslarlar to'liq normal tijorat qilgan ma'murni faqat va faqat 55 ming pulga o'tkazib etmoqchi. Qashqar shahrimizda men ko'zdan ayron qilsam, mana bir xil qadimiylikni, yodgorlikni eslataman deb jon sho'qitgan bani. Hech degan pul qaysa qo'ndiram qilishga yoki lekin endi men o'z yo'limga kelib qoptam, ya'ni mangdirishga qurib yetmabdi. Ayol kishi bo'lgan ekan. Shunga mush o'rinni o'tkazib bermayotgan bu o'rindan keyin men turib qolib qolsa, tubidagi ayrim bir yozo bo'shang. Mana bu. Yani men turib qolganman, birinchi qavatdan tortib qolsak, aşağı araqdan tortib har xil turdagi choy, chilim, hammani miskin chiqargan o'rinken asosiyatimiz shovkoxona. Shovko va chilim chiqargan keyin choy, qahva chiqargan. Bu shunday o'rin mana bu. Qashqar shahrimizga yosh bolalar qolsanglar, men daraq chiqsam bo'ladi qilib qolsanglar. Yaman shovkochidan birinlamak kelsanglar, qolgan bir narsani hemmasi gunohdan ketmaydi, zotlanib kelganim mana bu. Chilim chilan shovkochidan da parsanglar, qolgan maslik gap yo'q. Kulik qaysangiz 5-6 ko'pirami ko'pasa, bo'lganlar o'rnimiz sema bu. Unda olib qolsam o'rnimiz qisqalib qolsanglar, adresimizda Qashqar shahri Shimmingandan oldi. Qashqar mehmonxonasidan oldi. 10-dadini chiqishga ko'chdan 90 qilam o'rlashgan ya 120 kvadratmetr keldi, yillik ijarasiz 25 ming o'ynab o'tgan. To'xtamgacha sanab zarf berganlar o'rin mana bu. Hozircha hisobda 7-aydan birgacha ijara to'laylikkan mush o'rinni normal bahoda map qilib 55 ming o'tkazib etmoqchi. Unda olib biroz qiziqishlar aloqalasana bo'ldi. Aloqalash telefon nomeri 183 0998 73 72 183 0998 73 72 mana ko'rgan bo'lsangiz har xil turdamida jon sho bunda qilib qo'ygan. Alayda o'xshamagan har xil fingodiki jon sho bizeklar mana ayrım boşanlar var, onu gelmeye kalsam kazı olur var. Bana müşünde kamlaşkamıyla çıralık yani müştabılık tüketmiş. Bana maks bir dakika diyen kemi ya bunu. Kalıyorkan olsanız bana ki ben ketken pulma kalı çık ketken yiyem abi. Bunda karsak ben addiyelim görüngen bilen. Lekin bir şey kısıklı alıp kalsam bir salakla sanım oldu bayatın tüvenkini bilen. Bunda alıp kalsak hayır hoş.